Bu safargi videomizda telefon chakalarimizga yasab bergan programmamiz haqida gaplashamiz. Islom aka, bu haqida fikrlaringiz? Bu haqida fikrlar yoki ta'rifga rojiz. Mana biz ruchka, daftar, qalam qilib yurardik. Ularni hammasini mini tarsatib musorga irg'itib yuborganda irg'itdik. Mana bizga tovarlar chet eldan yetib keldi. Biz import qiluvchi do'konimiz Koreyadan tovarlar keldi. Bular kelmasdan oldin bizning kompyuterimizga bular hisob kitobi kirib sotuvga tayyor bo'lgan holatda turibdi. 1 kun, 2 kun, 10 kunlar vaqtlarga ketmaydi. Bu programma orqali juda ham baraka topasizlar. Kunlik hisob kitob hamma yo'q, kunligini kunda bo'lasiz. Shogirdga nima bo'ldi, qayerda keldi, telefonni kim o'g'irlab ketdi degan gaplar bo'lmaydi. Shuni programmadan ko'rasizlar, u yerdan solishtirib berasiz. Mana mingtalik, 10 mingtalik, 100 mingtalik narsalar bor. Bular ham hammasi kiritiladi programmaga. Bu programmani ishlatganingizdan keyin bemalol baraka topasiz. Biz 3 ta, 4 ta do'konimiz bor. Hammasini shu programmaga o'tkazdik. Juda ham maza qilib ishlayapmiz. Mana Ramazonga mollarni nisobini chiqarish kerak. Bularga biz oylab, kunlab vaqtimizni o'tkazardik. Hozir bizning ishchilarimiz bularning hisob kitobini bizga bir kunda topshirib berishdi. Agar sizga ham mana shunday programma zarur bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar. Biz sizlarga yordam beramiz. Aytgancha, haytdagi chegirmamizga ham ulgurib qolinglar.